Assalomu alaykum, hurmatli asalarichilar. Bugun mana 11-oktyabr sanasida bir arlar tekshirgani keldim. Juda ham quvonarli, xursand bo'ladigan holat turibdi, chunki men arlarda 20-sentyabr bo'lmasdan to'shaklarni olib tashlagan edim. Hech qaysisida yo'q. Именно o'sha 20-sentyabrdayoq siropni ham to'xtatgan edim. Oxirlarida уже qo'yiq berib rasplodni zaливать qilishga harakat qildirgandim. Baribir endi issiq bo'lsa tuxum qo'yaveradi-yu. Shuning uchun to'shaklarni olib tashlagandim. Bugun tekshirgani keldim. Ochiq rasplod umuman yo'q. Bu hozir ichkarida issiq bo'ladi deb ichkarini ham ko'rdim. Bunda ham bitta dona mana shunda pechatka rasplod bor. Ochiq yo'q, tuxum bor. Ovqatlari yaxshi, zo'r. Buni ko'rdim. Bunda ham shu pechat rasplod bittada qolgan. Bunda tuxum bor. Mana unga ham chip-chip tuxum qo'yibdi-yu, lekin arilar уже lichinkaga olmayapti. Kechki sovuqlarda hisobiga lichinka qilmayapti. Bu izolyatsiya qilib o'tirgandan ko'ra juda ham qulay va oson. Hozir sizlarga ichini ko'rsatam bittasini. Ovqatlarni yeb qo'ymadimi? Ochiq rasplod bormi, dik bormi, qanaqa tekshirgan keldik. Arni holatini umuman qanot deformatsiyali arlar batta ko'rmadim umuman. Mana bitta shunda buyaki rasplod qolgan. Batta chiqib bo'lgan. Buyaki rasplod matka mana yuribdi. Chiroyli bo'lib, уже oroqlab qolgan mana. Boqmay qo'yishgan. Kechki sovuqlar hisobiga arlar yangilar chiqib yaltirab chiroyli turishibdi. Agar to'shakga bo'lganda bular hali ham tuxum qo'yayotgan bo'lardi. Yaxshi ko'rinyapti. Ovqatni zaxirani yeyishmagan. Bu yana ham ichkarida odatda issiqroq bo'ladi. Ikki tarafdan issiq urib turganiga odatda ishlab turgan bo'lar edi oldinlari. O'tgan yili buni ikkita lejakda sinab ko'rdim. Undan oldin korpuslarimni umuman to'shak yo'q. Ular doim qishga erta tayyor bo'lardi. Shuning uchun o'tgan yili ikkita lejakni ham to'shaksiz ertaroq tayyorladim. Shunga qarab bu yil mana уже 20-22-sentyabrda sirop berish to'xtatib to'shaklarni olib qo'ygandik. Bugun mana уже 20 kun bo'lib qoldi. 20 kun bo'libdi olib qolganimizga arlar уже to'xtagan bola boqishdan. Bu juda ham zo'r. Shu bilan rasplodlar tugab olsa, bemalol arni kontrolni dorilab olsam bo'ladi. Bitta o'ta chiroyli oila chiqib qoldi. Shuni bir ko'rsatay dedim. Mana hop. 4 ta ramkaga gnezdo qilganman asal bo'lgandan keyin. Orqasida 2 ta ramka ari turibdi. O'shanda ham osilib turibdi ari. Ichini ochdim. Rasplod to'xtabdi bunda ham. Shunaqangi juda chiroyli turibdi. Mana ichini ochdim. Mana shu bir donada rasplod qolgan. Bek rasplod chiqayotgan.
orasida bitta ikkita tikkalari bor. Lichinkaga olishmayapti. Ovqatlarini ko'rsalaring bo'ladi. Qancha ko'p ovqat qoldirsak kuzda, keyingi yil shuncha hosil ko'p bo'ladi. Kanji bermayman umuman. Shu bilan bahor gullarga yetib oladi. Xudo xohlasa bahor daraxtlari bilan shu bilan eplab ketishadi o'zlarini. Maqsad shunaqa. Qancha ovqat ko'p qoldirilsa, keyingi yil shuncha ko'p asal yig'ilishi haqida isbotlangan tajribalar bor. Jadvali bor, o'shani topsam tashlab qo'yaman. Bu hammasiga nima sabab bo'lyapti? Vaqtida rastlab to'xtatganim, shuning uchun ovqat yeyish to'xtadi vaqtida. Undan keyin vaqtida dorilaganim, omadli dorilab qo'yganim, shu chumali kislotasi bilan iyunda asaldan oldin mana shu rastlab kanalar eng cho'qqiga chiqayotgandan oldin dorilab olganim uchun shunaqangi yaxshi holatda. Undan tashqari propolisli sirop berdim, chesnok berdim. Bu chesnok propolislardan keyin oxirida probiotik berdim. Bu yil birinchi marta veton berdim, keyin probiok degan bor ekan, o'shandan berdim. Hali u probiotiklarda natijasini sezganim yo'q. Yozishlari bo'yicha, ilmiy ish bo'yicha keyingi yilga o'sha natijasini beradi. Shu keyingi yil bahorda ham beraman. Tadqiqotlarga ko'ra, o'sha virusli kasalliklarda, rastlab kasalliklarda holatini juda ham yaxshilaydi bu probiotiklar. Shuning uchun sinab ko'rdim. Natijasi endi yana keyingi yil bilinadi. Bilib borish uchun albatta menga obuna bo'linglar, akalar. Arlar mana yangi malodoylar osilib turibdi. 3-4 ta ramkaga sig'masdan. Yana ham ertalabki salqin hozir. Hozir ukam tekshirib chiqyapti, qanaqangi holat, qaysi arlarda chepa bor. Bir shubhali holat bo'lsa, o'shalarni men ko'rib chiqyapman. Bu arlarni qismayman. Shunday kirishadi. Erta bahorda, shu fevralda boshida qisib to'shagini qo'yib qo'yaman. Bo'ldi. Ungacha bitta doralash ishim qoldi xolos. Shunaqa iloji boricha kam qaraydigan, kam ta'sir qiladigan rejimda ishlasa, arga ham yaxshi, asalarichiga ham yaxshi. Haliroq korpus arlarini borib tortib ko'ramiz. O'zi shunday ham ko'tarib ko'rsak, ovqati bilinyapti yaxshiligi. Hammaga omad, obuna bo'linglar, like ayamanglar. Ko'rishguncha.